Так, assalomu alaykum hammaga, qadrli barberlar, kollegi. Ismim Ali, Instagram nikim alikat. YouTube'ga bu meni birinchi videoyim. Tak, hozir ko'rib turgan videolaringizda juda ham ko'p odamlar anchadan beri so'ragan olib chiqishimni, ya'ni sartaroshlar. Juda ham katta foydasi bo'ladi barberlarga bu narsani. Конечно же, o'smoqchi bo'lgan barberlarga. Xo'p, boshlaymiz bo'lmasa mavzuyimiz nima haqida? Qanaqa texnikalar bor? Qanaqa forma? Graduировка nima? Sloyi nima? Liniya nima? Itak, boshladim. Hammasiga oydinlik kiritamiz bitta-bittadan. Birinchi bo'lib, mana bu ikkita rasmga ahamiyat berishlaringizni so'rab qolaman. Bu rasmda men odam boshini chizishga harakat qildim. O'xshadi degan umiddaman. Ko'rib turganlaringizdek, liniya chizilgan bu tarafda qizil marker bilan. O'rtadagi liniyalaringiz liniya gorizonta deyiladi. Именно ana shu liniya gorizonta hal qiladi bizani sloyi kesamiz, lebo же graduировка. Qanday hal qiladi? Itak, bu narsani yozib olganlaringizda ham tavsiya qilgan bo'ladim. 90 gradusdan 180 gacha bu sloyi. 89 gradusdan pasti уже graduировка. И liniya deganda eng tagidagi 0. Liniyani sizlar ko'p ishlatasizlar, o'zlaringiz bilib bilmagan holda, hatto hammasini ham ishlatasizlar bilmagan holda. No, konkretika kiritsa agar liniya qachon bo'ladi? Допустим, crop kesishlaringizda прядь hammasini gradus нулевой tortmaslar ichqariga, tepaga ham, tam o'rtaga ham tortmasdan чисто pastda o'zida kesib chiqasizlar. Полностью pastda. Bu 0. Endi sloyida bizada sochni tepa qismi kaltaroq, pastga qarab uzunlashib ketaveradi уже, ya'ni объемni yo'qotamiz biz bu bilan и tekstura beramiz sochga. Ya'ni uzunlashishda chiroyli yotadi. No, pastki qismi uzunroq. Bu qanaqa ko'rinishda bo'ladi bizada? Так, buni soch deb hisoblaylik. Mana bu sloyi. A graduировкада наоборот, tepa qismi uzun. Har bitta prядь bir-birini ustiga yotganga nisbatan kaltalashib ketaveradi. Hozir men sizlarga yaxshiroq chizib ko'rsataman. Bu graduировка. Itak, bunda nima bo'lyapti bizada? Sochga ahamiyat beraylik. Mana bu men chizgan narsalarim bu soch. Ko'rib turganlaringizdek, soch qisqarib ketyapti bo'lgan sari. Sloyida уже pastki qismlari uzun и tepaga qarab kaltalanyapti. Sloyini tushundinglar? Xo'p, pastdan tushuntiraman sloyini ham yana. Sloyi uzunlashadi. Tushunarli bo'ladi degan umiddaman. Endi bularni kruglisi bor, и kvadratnisi bor. Kruglisi boshda formasini qaytaradi hammasi. A kvadratda bizada burchak hosil bo'ladi. Ana ugellar hosil bo'ladi. Bu narsa bilan определиться qo'yaylik. Aytgancha hozir men o'rgatayotgan narsalarim hammaga ham tushunarli bo'lmasligi mumkin. No, ko'rgan narsalaringizni сразу proba qilishga harakat qilinglar. O'shanda eslaringizda qoladi. Даже bir обычный bitta kitobni olib to'pib, bir marta o'qib, no, amalda hech narsa qilmasanglar, u kitob sizlarga hech qanaqa ta'sir bo'lmagandek, bu darslarda ham xuddi shunaqa. Yana bitta gap, menda Telegram kanal bor, Skill Hub degan. Opисаниеda men Instagram nikimni qoldiraman. Qo'shilmoqchi bo'lganlar Instagramga yozsa bo'ladi. Bu kanalda nimalar bor? 20-30 minutlikdan darslar, har xil uzun soch, fade, soqol. Bu narsani tushunib olganlaringizdan keyin undan-da yaxshiroq narsalar olasizlar, ya'ni natija yaxshiroq bo'ladi meni kanalimda. Skidkada bitta joy qo'ygan o'zi 500 mingga. To'lov bir marta bo'ladi. Ya'ni bir marta to'lab, бесконечно darslardan kurslar bo'ladi. Plus har hafta yangi darslar. Bunaqasini hali O'zbekistonda hech kim qilmagan. Maqtanishga qo'ymanglar. No, haqiqat. O'shaning uchun harakat qilamiz maksimalni. Chunki narxni ko'taramanmi? Oxirgi bitta joy birortalaringizga nasib qilishi mumkin. Keyingi mavzuga o'tamiz. Texnikalarni tushunib olaylik biz. Endi qanaqa formalar bu? Вообще мужской стрижкада nechta forma bu? Tak, topganlar bor, topmaganlar bordir. No, все же aytaman. Bu krug,
Треугольник и kvadrat. Uchburchakni qaysi vaziyatda ishlatamiz? Bu shtorka strishkasida. Ya'ni tepaga qarab uzunlik bo'lganda boshimiz. Krug kropda. Ya'ni boshimiz formasini qaytaradi. Kropni qanday kesamiz? Shuni вот так. Вот в таком положении. Uchburchak mana bunaqa. Ya'ni makushkadan boshlab уже uzunlik ketadi. Ya'ni orqa qismi kaltaroq, cholka kelib uzunroq. Kvadratda tekis. Qanaqa vaziyatda qaysi texnikani tanlash? Уже bilasizlar, avtomatik bu narsani qilasizlar ham даже o'zlaringiz. No, hozir men sizlarga bo'lib ясненroq qilib tushuntirdim. O'zlaringiz qilayotgan ishni. Krug bu как поднасадка hisoblaylik, или же крop bosh formasini qaytaradi. Kvadratda yon tarafga lибо tepaga taraysiz. Bu уже orqaga taraladigan strishkalarda. Cholkasi uzun bo'lib ketgandan keyin sразу buni oldinga tarab yurolmaydi, xalaqit beradi maksimal. Yonga tarasa ham tushib ketadi. O'shaning uchun bitta variant bu idealni ketadi orqaga tarab yuruvchilar uchun. Da, aytgancha, оттяжка. Graduировka kishimizda biza modelni, ya'ni grud qismimizda bo'ladi, uroveni boshi и qo'limizni ichki tarafi bilan ishlaymiz. Aslayda qo'limiz tashqi qismi bilan ishlaymiz. Bu qanaqadir правило emas, обязательный. Просто так удобнее. Mavzudan chetga chiqib ketmagan holda. Вот. Mana bu rasmga ham bitta qaranglar. Вот, 180 tepaga tortyapti sochni. 135 gradusda tortyapti sochni. Bu 90 gradusda tortyapti. Вот, 45 gradusda tortyapti. A mana bu полностью 0. Pastga. Tak. Bolalar, tushunarli bo'ladigan umiddaman. O'zim bilgan hamma narsani maksimal o'rgatishga harakat qildim sizlarga, именно shu tema bo'yicha. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Yana bitta gap, hozir ko'pchilikda sharoit og'ir, depressiyada, motivatsiya yo'q. Ni в коем случае men unaqa qatordaman demoqchi emasman o'zimni. No. Agar motivatsiyam tushib ketmasa, keyingi darsliklar bundan-da qiziqroq, bundan-da foydaliroq qilishga harakat qilaman. Motivatsiyamni tushmasligi sizlarning qo'llaringizda. Sizlardan so'rayotgan narsam bu faqat like, подписка и комментарий. И все. Keyingi videoda ko'rishguncha